Salom hammaga. Abron Dillis kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana Dream Draft tarkib tuzamiz. Bu safar Amerika Cup. Qani ko'p kuttirmasdan boshladik. Omadimiz keladimi, yo'qmi? Taktik sxema. Hop, 3-4-1-2 sxemasini tanlaymiz. Kapitan. Kapitanga Kunde ham yaxshi variant. Ammo Son Heung-min 86 reytingda. Kimni tanlardinglar? Barsachilar bo'lsa, Shesni tanlashinglar mumkin. Yoki Liverpulchilar bormi? Pikford qaysi jamoada o'ynaydi? Topinglar, kommentariyaga yozib ketinglar albatta. Like bosib qo'ysanglar undan ham yaxshi bo'ladi. Biz albatta Thibaut Courtoisni tanlaymiz. Xo'p. Reyting eng kuchliroq Acerbi 79 reytingda. Bizga Husanovni bersa bo'lmaydimi? 75 reytingli. Ruben Dias. Ajoyib. Van de Ven tezligi zo'r, ammo reytingi Bremerdek kuchliroq. Hop, unchalik qiziq emas, lekin Ait Nuri tayanch yarim himoyaga. Cherki, Griezmann, Dybala qaysi jamoada o'ynayapti hozir? Undan oldingi jamoasini ham nomini kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta like bosaman kommentariyalarga. Hop, albatta Griezmann, chunki Griezmann baribir top igrok. Chalkan-Oglu turk birodarimiz. Juda ham qiyin tanlov. Sizlar ham qiynalasizlar, to'g'rimi? Hakimi yoki Valverde? Valverdeni zarbasini 77 qilib qo'yishibdi. Ishi zo'r. Mayli, men shaxsan o'zim Hakimi ham juda ham kuchli. Shuning uchun rosa ko'p o'ylanyapman, ammo Valverde baribir. Hozir Realda bo'lgani uchun Valverde. Agar Hakimi bo'lganda Hakimini tanlashim mumkin edi. Xo'p, zaxiraga albatta Legend De Gea'ni qo'yamiz. Reyting 78 bo'lsa ham bizga farqi yo'q. Albatta dunyoning eng zo'r himoyachisi Harry Maguire. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar aytib qo'ying. O'zimizda ofitsialniy duoyimiz bor. Kim shu videoni ko'rib turib, like bosib, obuna bosgan bo'lsa, akkaunti Dillisdek eng kuchli akkaunt bo'lib ishlar yurishib ketsin. Agar kim mana shu videoni ko'rib, like bosmasdan, obuna bosmasdan ko'rib turgan bo'lsa, akkauntini uxlatib qo'yib, Dillis akkaunti band bo'lib, telefon portlab ketsin. Mayli, ofitsialniy duoyimiz tugadi. Videoni davom ettiramiz. Barrios. Gavini shu reytingi kuchaymadi. 79-78 reytingda qolib ketdi. Gavi ham. Neto 80 bo'lmayapti shu bechora. Zo'r o'yinchi 80 qilmaydi Dillis nimagadir. Fikrimga qo'shilsanglar sizlar ham yozib ketinglar. Charlotte tushyapti. Albatta Charlottani tanlaymiz, hujumchi. Aytishinglar mumkin, tarkibda shu zo'r qilib videolar ko'rib sariq o'yinchilar tushirsanglar bo'ladi, ammo kerak emas. Chunki omadimiz kelgani. Angel Correa, menga Correa juda ham yoqadi. Ko'rishinglar mumkin, mana shu tarkib hozir birgalikda ko'ramiz. Full sastavda qanaqa bo'ladi. Xo'p. Bizga Chalkan-Ogluning tezligi kimning tezligi yaxshiroq? Albatta, mana Acerbiga dam beramizmikan? 78-73. Top qo'yishi ham yomon emas. Himoyaga ham qo'ysak bo'laver ekan. Mana ko'rishinglar mumkin, mana zaxira tarkibi. Agar video yoqqan bo'lsa o'sha gap, like, obuna esdan chiqmasin. O'zim akkauntimni ham ko'rsatib ketay. Agar sizlarga o'zim akkauntim qiziq bo'lsa, obzorini qiling desanglar, obzorini qilaman. O'yinchilar ko'p, juda ham zo'r holda kuchaygan.
Mayli, gap cho'zmadik. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Hammaga rahmat.